Assalomu alaykum, hurmatli azizlarim. Sizlar bilan yana bir marta ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi rolikimizda asosiy mavzusi savol-javob deb aytdik. Masalan, o'tgan safargi rolikimizda 7 ta qoida aytgandik. Shu 7 ta qoidadan 7-qoidasida aytilgan ediki, takrorlamang, eshitganingizni takrorlamang, savol-javob ko'proq qiling. Ko'proq savol-javob qilsangiz, sizda o'sish yaxshi bo'ladi, rivojlanish yaxshi bo'ladi ingliz tilida. Xo'sh, qanaqa qilib biz savol-javob qilamiz? Ana shu savol-javob qilishdan avval bilishimiz kerak bo'lgan kichkinagina bir ma'lumotlar bor. Mana shu ma'lumotlarni o'zlashtirib olsak, savol-javob qilishimiz juda oson bo'ladi. Demak, birinchisi savol-javob qilayotganda necha xil savol bo'lishini biz avval bilishimiz kerak. Savollar o'zi odatda 3 xil bo'ladi. 3 xil savol bo'ladi. Birinchisi umumiy savollar deyiladi. Ikkinchisi alternativ savol deyiladi yoki tanlovli savol. Tanlaysiz yo unisi yoki bunisi. O'rtada tanlovli savollarda, ya'ni alternativ savollarda yoki degan so'z qatnashadi va uchinchisi maxsus savollar bo'ladi. Maxsus savollarda savol so'zlar qatnashadi. Nima, qachon, qayerda, qanaqa, nima uchun, shunga o'xshagan ko'rinishdagi savol so'zlar qatnashadi. Demak, siz mana shu 3 xil savolni bilib olsangiz, o'zbek tilidagi, avval uni o'zbek tilida bilib olsangiz, keyin ingliz tilida savol-javob qilishingiz oson bo'ladi. Nima uchun? Men tushuntiraman, hamma til bir xil. Ya'ni hamma tilda til ko'rinishi har xil bo'lgani bilan, so'zlari boshqa bo'lgani bilan umumiy g'oyasi bir xil, falsafasi bir xil. Shuning uchun inson faraz qilinglar, mana sizlar chaqaloq bo'lib dunyoga keldinglar. Chaqaloq bo'lib dunyoga kelgan odamda agar 6-hissiyot bo'lmaganda edi, siz hozirgacha ham o'zbek tilini o'rganmagan bo'lardingiz. Men bunga javob beraman bu gapimga. Ya'ni qanaqa qilib? Men tushuntirib beraman. Demak, insonda 5 ta hissiyot tuyg'usi bor. 5 ta his tuyg'usi bu nima? Birinchisi ko'z. Ko'z ko'radi. Ko'rganni his qiladi, to'g'rimi? 5 ta organ, hissiyot organi desak ham bo'ladi, chunki organga kiradi ko'z organi. Demak, ko'z ko'radi, ko'rishi bilan his qiladi. Burun organi hid sezadi. Demak, hidini bilish bilan sezadi. Til, ya'ni og'iz. Og'iz bu, til bu ta'm sezadi. Demak, ta'mni bilish bilan his qiladi. Quloq tovushlarni eshitish, ovozlarni eshitish bilan his qiladi, nimani tovushini eshitayotganini. Va oxirgisi teri sezish bilan, ushlab ko'rish, tegib ko'rib his qiladi. Demak, tegib ko'rib nimani ushlayapti, bu nima bu? Ko'zini yumib turib ushlasangiz, masalan, men hozir ushlab ko'rdim, mana televizor, to'g'rimi? Televizorda ekrani ko'zimni yumib turibman va his qilyapman. Demak, mana bu kalonka tarafi bo'lsa kerak debman, chunki qo'lim ushlab ko'rib ma'lumot beryapti miyamga. Mana shunaqa deb. O'shandan men miyam xulosa qilyapti. Demak, bu 5 ta his qilish organi nimasini tushuntirdim. Hissiyot tuyg'usi desa ham bo'ladi yoki his qilish organi desa ham bo'ladi. Mana shu his qilish organi orqali biz ko'p narsani ma'lumot olamiz. Dunyodan, tashqi dunyodan o'zimizda ichki fleshkamizga, ya'ni miyadagi ma'lumot to'planadigan joyiga mana shu 5 ta narsa orqali ma'lumot olamiz. Lekin Alloh bizlarni shunaqangi mo'jizakor qilib yaratganki, insonni shunday mo'jiza qilib yaratganki, hali biz o'zimiz yaxshi bilmaymiz. Nima uchun unday deyapman? Sababiki, insonda 6-hissiyot bor. 6-hissiyotning nomini ruslarda instinkt deyiladi. Bizda sezish, taxmin qilib sezish yoki his qilish, taxminan his qilish, shunaqa instinkt deydi u narsaning nomini. Inson tug'ilganida, chaqaloq tug'ilganida instinkt bilan birga tug'iladi. Va inson o'sha chaqaloq tug'ilgan paytda boyagi aytib o'tgan 5 ta his qilish organidagi ma'lumotlar fleshkasi beshalasini ham bo'sh bo'ladi.
Ya'ni ko'zda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Nimani ko'ryapti? Ko'k rangmi bu, qora rangmi, yashil rangmi farqini tushunmaydi. Oqni ko'ryaptimi? Nimani ko'ryapti? Nimani shakli bu? Qanaqa shakl bu? Ko'z ko'rganini tushunmaydi. Birinchi marta ko'ryapti chunki. Demak, fleshka 0. Ma'lumot fleshkasi. Quloqda tovushiga, quloqda qanaqa tovush kiryapti? Tovushmi u, ovozmi u? Nimani tovushi u? Ma'lumot 0. Quloqda, to'g'rimi? Hech qanaqa narsani tushunmaydi. Chunki go'dak hali ko'rmagan avval. Yangi dunyoga kelgan go'dak. Burun qanaqa nimani hidini his qilyapti? Bu adikalonmi bu, duximi bu, yo bu tutunni hidimi bu? Nimani hidi? Biz farqiga hozir boramiz, lekin go'dakligimizda farqiga bormaganmiz. Hech qaysimiz. Demak, bu ham buni fleshkasi ham 0. Til nimani sezyapti? Shirinmi, sho'rmi, shakarmi, achchiqmi? 0. Hech qanaqa ma'lumotga bormaydi. Uni tilini tegib turib, keyin achchiqligini his qilib, keyin yoqtirmay, mana shunday qilib o'rgangan. Lekin hozir qanaqa bo'lgan? Hozir shunchalik darajada rivojlanib ketganmizki, ko'zimiz ko'rgan narsani ta'mini ham his qilamiz. Misol uchun, siz limonga qarab turib, nordonni his qilasiz. O'shani tilingiz bilan sezmasangiz ham limonni ko'rib yoki quloq bilan bir nimani g'ijirlatish orqali uni nima ekanligini bilib, uni ta'mini his qilamiz. Masalan, olmani g'ijirlatib, kimdir olmani tishlasa, qulog'imizga o'sha tovush kirsa, demak, olmani xayolimizga keltirib, olmani ta'mini ham his qilamiz. Shu darajada rivojlanib ketganmiz-da hozir. Lekin go'dakligimizda 0 bo'lganmiz. Teri bilan mana ushlab ko'rib, hattoki olovni farqiga bo'lmaydi, issiq suvni farqiga bo'lmaganda terini ushlaydi, qo'lini kuydirib oladi. Demak, 0 informatsiya terida. Nimani ushladi u? Issiqmi, sovuqmi? 0. Shuning uchun bilaveringlarki, o'sha yangi tug'ilgan bola 0 informatsiya bilan dunyoga keladi. 5 ta his qilish organi 0 informatsiya, fleshkalari 0. Lekin unda 6-his tuyg'u bor. 6-his tuyg'u bu instinkt deyiladi. Instinktda ma'lumoti bilan birga tug'iladi. Misol uchun, u ma'lumotlarga nimalar kiradi? Mana yurakni ishlatib turish, xohlaydimi, yuragi ishlayveradi. Yoki miyani ishlatish, qarash, qo'lini boshqarish, oyoqni boshqarish, yig'latish, ovqat yedirish yoki emish, mana bolalar emishni bilmaydi, emishni o'rgatish kerak, yo'q, o'rgatmaydi. O'zidan o'zi o'sha ma'lumot bilan tug'ilganligi uchun onani ko'kragiga borgandan keyin o'zidan o'zi emib ketadi. Mana bu narsa o'sha tug'ma ma'lumoti bilan birga, o'sha nima haqidagi, nima qanaqa ekanligi haqidagi ma'lumotlar 6-hissiyotdagi 6-hissiyotni fleshkasidagi ma'lumoti bilan birga tug'iladi. Va 6-hissiyot bu his qiladi. Taxminan his qiladi. Taxminan his qilish orqali biz ko'z ma'lumotimizni to'ldira olamiz. Bu ko'k bo'lsa kerak. Ha, demak, bu ko'k. Ko'k mana shunaqa bo'lar ekan. Ha, shu instinkt bu to'ldiryapti. Yoki misol uchun bir go'dakka yoshligidan biz agar u go'dakning ismini Oybek deb ism qo'ygan bo'lsanglar, Oybek deb yangi tug'ilgan chaqaloqqa Oybek deb chaqiringlar, qaraydimi? Qaramaydi. Lekin siz unga 3 oy davomida Oybek desangiz, oxiri qaraydi. Shu ma'lumot ham kerak deb. Instinkt aytadi, san aytyapti, shu Oybek san deyapti, qaragin unga deydi. Shunday qilib Oybek o'zi ekanligini bilib oladi. Xuddi o'shanga o'xshab, mana instinkt aytib turadi. Demak, nima demoqchiman bu gaplarim bilan? Instinkt hamma narsani aytib turar ekan, instinkt orqali biz 5 ta his qilish organlarini fleshkalardagi ma'lumotlar bilan to'ldirgan ekanmiz. Nima uchun biz yangi tilni o'rgana olmas ekanmiz? Yangi tilni ham biz 0 ma'lumot bilan instinkt orqali o'rganamiz. Instinkt orqali o'rganish degani, sizga ingliz tilida savol berilishi mumkin. Siz inglizchani bilmaysiz, siz hech qanaqa ma'lumotga ega emassiz u haqida. Hech qanaqa so'zni ma'nosini ham, gapni ma'nosini ham, u gap aytayaptimi, savol beryapmi, buni ham farqiga bormaysiz, lekin instinkt sizga aytadi. U shunday deyotgan bo'lsa kerak. Sen mana bunday deb ko'rchi degan narsani sizga instinkt aytadi. Va keyinchalik instinkt orqali siz yangi tilni o'zlashtirasiz. Bu narsaning isbotini bir necha marta isbotini topgan. Misol uchun chaqaloqlar tug'ilgan paytda 0 informatsiyalar tug'iladi, lekin 5 yoshga kirganida gapirib ketadi. Shunaqangi zo'r gapiradiki, hech kimga gap so'z bermaydi. Bugun sizlar bilan o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy mavzu aslida bu hissiyot tuyg'ularidan emas edi o'zi, lekin men ma'lumot uchun aytib o'tdim.
bizlarni o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu savol-javoblar edi. Biza savollarni o'rganishimiz kerak edi. Savollar 3 xil bo'ladi. Umumiy savollar bo'ladi, alternativ savollar bo'ladi va maxsus savollar bo'ladi. Bizlar endi umumiy savollardan boshlaymiz. Umumiy savollar ingliz tilida general questions deyiladi. Ya'ni general degan umumiy, questions savollar. Question savol. Questions deyilsa lar bo'ladi. Questions savollar. Demak general questions. Umumiy savollar. Umumiy savollar qanaqa bo'ladi? Umumiy savollar ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham intonatsiyasi, ya'ni boyagi oxirida tovush ko'tarilib ketadimi, tushib ketadimi, bir xil o'zbek tiliniki bilan yoki boshqa tilniki bilan bir xil. Hamma tilda umumiy bitta falsafa bo'ladi. Ko'rinishi har xil bo'lgani bilan hamma tilda o'xshash bir xil bitta narsa bo'ladi. Bu falsafa ton. Ya'ni siz ma'lum savolni o'zini tushunmaganingiz bilan savolni toniga qarab ajratib olishingiz mumkinki, bu umumiy savol. Qanaqa qilib? Mana men tushuntiraman o'zbek tilida. Faraz qiling, siz yoshingiz 25 ta. Yoshingiz 25 ta bo'lsa, men savol beraman. Yoshingiz 25 tami? Oxiri ko'tarilib ketyapti, to'g'rimi? Yoshingiz 25 tami? Yoki yoshingiz 25 dami? Yoshingiz 25 dami? Oxiri ko'tarilib ketyapti, e'tibor qildingizmi? Ingliz tilida ham are you 25 years old? Yoki are you 25? Are you 25 years old? Ketdi oxiri. Yoshingiz 25 dami? Are you 25 years old? Are you 25? Siz 25 dami yoki siz 25 yoshdami? Agar years old desam yoshda aytgan bo'laman, agar 25 da desam 25 o'zini aytayotgan bo'laman. Demak, are you 25 years old? Years old aytdim. Demak, yoshingiz 25 yoshdami? Ana endi yoshingiz 25 dami desam, are you 25? Yoshingiz 25 dami? Ko'rdingizmi, intonatsiyasi, toni bir xil, oxiri ko'tarib ketish bo'ladi. Mana bu umumiy savolning toni. Shu tonidan ham bilib olsangiz bo'ladiki, bu umumiy savol. Ana endi savol tug'iladi. O'zbek tiliga umumiy savollarni qanaqa ajratib olsak bo'ladi? O'zbek tilidagini oldin ajratib olaylik, inglizchasi keyin oson bo'ladi. Birinchi ajratishingiz kerak bo'lgan narsa bu ton. Oxiridagi ton ko'tarilib ketadi. Are you 25 years old? Yoshingiz 25 dami? Yoshingiz 25 yoshdami? Xuddi shunga o'xshab. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi, o'zbek tiliga tarjima qilingan paytda uni savolning oxirida bitta, faqat bir dona m qo'shimchasi bo'ladi. Yoshingiz 25 yoshdami? Ana shu m qo'shimchasi. Bitta m. Yoshingiz 25 dami? Yoshingiz 25 dami? Ismingiz Oybekmi? O'zbekistondanmisiz? Yoki O'zbekistondansizmi? (2000-yilda tug'ilganmisizmi? Ko'rasizmi? Hammasida m bitta oxirida. Ana endi bu bir ikkinchi belgisi edi, umumiy savollarni ajratib olishdi va uchinchi belgisi umumiy savollarga javob berilayotganda yo ha yoki yo'q bilan javob beriladi. Chunki umumiy savollar tasdiqni so'rayotgan bo'ladi. Sizni tasdiqlashingizni so'rayotgan bo'ladi. Misol uchun siz yoshingiz 25 dami degani siz 25 damisiz yoki 25 da emasmisiz? Shuni tasdiqini so'rayapti. Ha desangiz 25 da bo'ladi. Yo'q desangiz 25 da emas bo'ladi. Demak, tasdiqlaysiz yo inkor etasiz. Demak, tasdiqlash. Ha. Demak, tasdiq javob. Yoshim 25 da. Yo'q desangiz, unda inkor qilgan bo'lasiz. Yo'q, orqasida inkor javob. Yoshim 25 da emas. Ana endi tasdiq asl javob, asl necha yoshdasiz? Orqasidan. Birinchi mana, yo'q, yoshim 25 da emas. Ana asl yoshim 30 da deylik. Aslida siz yoshingiz 30 da deylik. Sizdan kim savol so'radi? Yoshingiz 25 dami? O'zbek tilida o'rganaylik, ingliz tilida o'rgana olamiz. Yoshingiz 25 dami?
Demak, 25 da emassiz, to'g'rimi? 30 dasiz. Yoshingiz 25 dami deb savol berdi. Siz javob berasiz. Yo'q. Yoshim 25 da emas. Demak, yo'q, bu inkor qilinib, inkor javobini aytyapman. Chunki inkor javob ekanligini qayerdan bilyapman? U yerda emas qatnashyapti. Yoshim 25 da emas. Va aslida yoshim nechida ekanligini aytaman. Yoshim 30 da. Demak, yo'q, yoshim 25 da emas. Yoshim 30 da. 3 ta gap bilan javob qaytardim. Demak, ba'zi shunaqa so'zlar borki, bir so'zdan iborat bo'lgan gaplar bor. Ya'ni gap degani yo nuqta yoki vergul bilan tugaydigan narsani gap deyiladi. Ha yoki yo'q orqasidan nuqta yoki vergul qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun bu so'zlarni biz gap deb aytamiz. Bir so'zlik gaplar. Ha, yo'q. Ham gap, ham so'z. Demak, boshladik. Boshqatdan savol berishdi. Yoshingiz 25 dami? Agar 25 da bo'lsa, ha, tasdiqlaysiz, orqasidan tasdiq gap. Yoshim 25 da. Tasdiqlayapman. Birinchidan ha dedim, ikkinchidan yoshim 25 da dedim. Ha, yoshim 25 da. Demak, tasdiqladim ha deb, orqasidan tasdiq gap aytdim. Yoshim 25 da. Gapini tasdiqlayapman. Bergan savolingizdagi ma'lumotni tasdiqlayapman. Ana endi keyingi savol, keyingi variant. Yoshingiz 25 dami deyilyapti, lekin aslida yoshim 25 emas, 30 da deylik. Yoshingiz 25 dami? Yo'q. Inkor qilyapman, inkor javob. Va orqasidan inkor gap aytyapman. Yoshim 25 da emas. Emas. Inkor qilyapman. Emas. Yoshim 25 da emas. Bu inkor gap. Orqasidan endi aslida yoshim nechida? Yoshim 30 da. Yo'q, yoshim 25 da emas. Yoshim 30 da. Demak, 3 xil gap aytishim kerak. Inkor javob bersam. Demak, yo'q, yoshim 25 da emas, yoshim 30 da. Tushunarli bo'ldimi? Agar tasdiqlasam qanaqa bo'ladi? Tasdiqlasam. Ha, yoshim 25 da. Mana shunaqa tasdiqlayman. Tushunarli bo'ldi? Ana endi bu umumiy savol edi. Va ingliz tilida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Oxiri ko'tarilib ketadi. Misol uchun boya nimadik? Are you 25 years old? Ko'tarib ketdi, ton ko'tarib ketdi. Keyin o'zbek tiliga tarjima qilgan paytga m bo'ladi. Tarjima qilmasangiz, endi ikkinchi belgisi ingliz tilidagisini qanday ajrata olamiz? Ingliz tilidagi ikkinchi belgisi javobi yes yoki no, ya'ni ha yoki yo'q bilan boshlanadi. Agar yoshingiz 25 da bo'lsa, yes, I am 25 years old. Yes deb tasdiqladingiz, vergul, orqasidan I am 25 years old. Men 25 yoshdaman. Agar yoshingiz 25 da emas, 30 da bo'lsa, no. Inkor qildim bitta no bilan va inkor gap aytaman. I am not 25 years old. Men 25 yoshda emasman. I am 30 years old. Men 30 yoshdaman. 3 ta gap aytdim. No. 1. I am not 25 years old. 2. I am 30 years old. 3. Men 30 yoshdaman. Tushunarli bo'ldimi? Mana shunaqa qilib javob beriladi. Umumiy savollarga. Umumiy savollar mana shu degani. Ana endi alternativ savollarga o'tamiz. Alternativ degani tanlovli savol. Alternativ, sizda alternativ bor. Yo u, yo bu bor deganida, tushundinglar? Alternativ ana shu narsani biladi. Ya'ni tanlovli savol. Yo uni tanlashingiz kerak, yo buni tanlashingiz kerak degan. O'shaning uchun alternativ deyiladi. Va ingliz tilida alternative deyiladi. Alternative questions. Hozir konseptni yoqaylik, sal isbolni. Demak, alternative questions o'zbek tilida tanlovli savol deyiladi yoki men buni odatda o'zimni tilim bilan, men alternativam deyiladi o'zbek tilida, lekin men o'zim tilim bilan tarozi savol deb aytaman buni. Taroziga o'xshaganligi uchun. Ya'ni yo bunisi, yo bunisi, yo bunisi, yo bunisi. Taroziga o'xshaganligi uchun tarozi savol deb aytaman. O'zim shunday nomlaganman. Aslida unday grammatikada unday nomlanmaydi. Osonroq bo'lishi uchun. Tarozi savolni o'rtasida yoki degan so'z bor. Ya'ni men yoki deb faraz qilaylik. Qo'limda bitta tanlov bor, bu ikkinchi qo'limda ikkinchi tanlov bor. Yoshingiz 25 dami? Ya'ni bunday deylik, yoshingiz 25 dami yoki 30 dami? Mana o'zbek tiliga tarjima qilgan paytingizda bu savolda
ikkita m qatnashadi. Yoshingiz 25 dami? 1 yoki 30 dami? Ikkinchi m. Demak, o'zbek tiliga tarjima qilgan paytda ikkita m qatnashadi va yoki degan so'z bo'ladi. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi, uzr so'rayman, birinchi belgisi boshqa narsa edi, bizda tonida, birinchi belgisi. Demak, yoki mana o'rtada yoki bo'lsa, ingliz tilida yoki or deyiladi. Or degan yoki. Orgacha bo'lgan joyi ko'tarilib ketadi intonatsiyasi. Are you 25 years old? Or 30 years old? Are you 25 or 30? Are you 25? Ko'tarib ketdi. Or yoki 30. Tushib ketdi. 30. Ko'ringlar, tushib ketdi. Xullas, jinni bu nima deyapti o'zi deb gapirayotgan bo'lishingiz mumkin. Berilib ketaman shunaqa. Ishini yaxshi ko'radigan mutaxassislar shunaqa bo'ladi. Jinni bo'ladi. O'z ishini jinnisi. Men o'z ishimni jinnisiman. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Juda berilib ketgan bo'lsam, sizlarga tushuntirish uchun harakat qilyapman-da aslida. Demak, ketdik. Are you 25 or 30? 25 dami? Ko'tarib ketdi yoki 30 dami? Tushib ketdi. Demak, ingliz tilida ajratib olishimiz uchun ingliz tilida savolda or qatnashadi. Bitta belgisi buni or. Orgacha bo'lgan joyi ko'tarib ketadi, ordan keyingi joyi tushib ketadi. Toni. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi or qatnashadi. Or degan, ya'ni yoki degan so'z qatnashadi. Ingliz tilida or deyiladi. Uchinchi belgisi o'zbek tiliga tarjima qilsangiz, o'zbek tilidagi tarjimasida ikkita m qo'shimchasi bo'ladi. Yoshingiz 25 dami yoki 30 dami deganga o'xshaydi. Va to'rtinchi belgisi o'zi so'rayman. Tarozi savollarga, ya'ni alternativ savollarga biza qisqa uzun qilib javob beramiz. Qisqa uzun nima degani? Qisqa uzun degani qisqasi bu mag'iz javobni o'zi. Uzun degani mag'iz javob po'choqlari bilan birga, ya'ni qolgan gaplar bilan birga degani. Misol keltiraman. Siz 30 yoshdasiz, to'g'rimi? Boya kelishib oldik. Are you 25 years old or 30? Siz yoshingiz 25 dami yoki 30 dami deyildi. Endi javob, qisqa javob 30 da bo'lsa, 30. 30 da. I am 30 years old. Men 30 yoshdaman. Demak, o'zbek tiliga oldin aytaman, keyin ingliz tiliga. Yoshingiz 25 dami yoki 30 dami? 30 da. Yoshim 30 da. Endi ingliz tiliga. Are you 25 years old or 30? 30. I am 30 years old. yoki I am 30. Xullas bunday 30. I am 30 desa ham bo'ladi. 30 years old. I am 30 years old desa ham bo'ladi. Ya'ni 30 yoshdaman. Men 30 yoshdaman. Xolasalar 30 deb javob bering. 30, 30 da. I am 30. Men 30 daman. Tushunarli bo'ldimi? Mana shuna qilib javob beriladi. Maxsus savollarning javobi qisqa uzun. Mag'iz qisqasi degani bu mag'iz javob va uzun deganim to'liq mag'izi, yana boshqa po'chog'i, qolgan gaplar bilan birga. Misol boshqa narsa misol keltirishim mumkin. Siz O'zbekistondanmi yoki AQShdanmi desak, Are you from Uzbekistan or the United States of America? Agar AQShdan bo'lsa, qisqa javob The United States of America yoki the USA. I am from the USA. Agar O'zbekistondan bo'lsa, Uzbekistan. I am from Uzbekistan. Qaranglar, Uzbekistan mag'iz javob, orqasidan I am from Uzbekistan yoki Uzbekistan. I come from Uzbekistan. Demak, O'zbekistondan. Men O'zbekistondanman. Tushunarli bo'ldi? Mana shunaqa uslublarda qisqa uzun qilib javob beriladi tarozi savollarga. Tarozi savollar ingliz tilida alternative questions deyiladi. Yoki o'zbek tilida ham alternativ savollar deyiladi. Alternativ savollar demayman, o'zim tarozi savollar deb qo'ydim. Chunki taroziga o'xshaydi. Va eng muhim nuqtasi u yerda ikkita bo'lak bo'ladi. Ikkita
yo buni tanlashingizga to'g'ri keladi. Va tanlaganingizda o'zini qisqa qilib javob berasiz, keyin to'liq javob berasiz. Shunaqa. Sizga ikkita variant aytishadi, o'sha variantdan bittasini tanlaysiz. Yana bitta narsa, eng muhim joyi yoki so'z qatnashadi. Ya'ni ingliz tilida or harflardan iborat bo'lgan so'z. Keyingisi maxsus savollar. Maxsus savollar ingliz tilida special questions deyiladi. Special questions degani maxsus savollar deb aytdik. Ya'ni special questions, ya'ni maxsus savollar qanaqa bo'ladi? Bu yerda savol so'zlar qatnashadi. Savol so'zlar nima? Misol uchun qachon, qanaqa, qayerda, nima uchun, qachondan beri, bu o'zbek tilidagisi. Ingliz tiliga when, where, how long, what, which, why ko'rinishdagi so'zlar. Mana shunaqa so'zlar qatnashgan savollar maxsus savollar deyiladi va bu yerda maxsus savollarda tasdiqlash so'ralmaydi. Maxsus savollarda ma'lumot so'raladi. Nima haqidagi ma'lumot, joy haqidagi ma'lumot, sababi haqidagi ma'lumot, nima uchun yoki qachondan beri shu ishni bajarayotganligi haqida ma'lumot, kim bo'lib ishlaydi, kimligi haqidagi ma'lumot yoki qachon tug'ilganligi haqidagi ma'lumot yoki qayerda yashash haqidagi ma'lumot, qayerdanligi haqidagi ma'lumot, millati nima ekanligi haqidagi ma'lumot, har xil ma'lumotlar. O'shanaqa ma'lumotlarni so'raydigan savollar bo'lganligi uchun, ya'ni maxsus savollar so'ralgan, maxsus ma'lumotlar so'ralganligi uchun maxsus savollar deyilyapti. Va maxsus savollarda maxsus ma'lumotni so'raydigan maxsus so'z bo'ladi. Maxsus savol so'z bo'ladi. O'sha so'zlar when, qachon, why, nima uchun, how, qanday yoki qay ravishda, what, nima, qanaqa, qachon, qanday, o'zir so'rayman. What, nima, qanday. Ya'ni misol uchun nima degan paytda what do you do? Nima ish qilasiz? Yoki qanday kitob? What book is it? Bu qanday kitob? Xo'sh. Demak, maxsus savollarni toni boshi o'sha savol so'zi baland ton bilan aytiladi-da, misol uchun urg'u bilan aytiladi-da. Why yoki nima uchun yoki when qachon, where qayerda yoki qayerga yoki what nima, how qanday, qay ravishda, qay holatda. Shunday ma'nolarni beradi. O'sha savol so'zlar baland aytiladi-da, oxiri esa tushib ketadi. Misol uchun mana eshitgansizlar, hammalar eshitgansizlar. Where do you come from? Where do you come from? Oxiri tushib ketdi-ku deylar. Qayerdansiz? 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 Yoki what do you do? Nima ish qilasiz? Yoki how old are you? Yoshingiz nechida? Yoki what is your name? Hamma biladigan savol. Mana otingiz, ismingiz nima? Shunaqa savollar. Demak, mana shunaqa savollarda e'tibor qilinglar, ton tushib ketyapti. Faqat savol so'zi o'zi baland aytilyapti-da, oxirida ton tushib ketyapti. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi, maxsus savollarda maxsus savol so'z bo'ladi. Ya'ni when, why, ya'ni o'zbek tiliga nima, qachon, qayerda degan so'zlar bo'ladi. Bu ikkinchi belgisi. Uchinchi belgisi, maxsus savollarga javob berilayotganda xuddi tarozi savollarga, ya'ni alternativ savollarga javob berilgani kabi qisqa uzun javob beriladi. Misol uchun qayerdansiz degan where do you come from? Yani O'zbekistondansiz, to'g'rimi? Unda siz aytasizki Uzbekistan. Bu qisqa javob. I am from Uzbekistan. Boyaki alternativ savolga ham shunaqa